Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan yana Wayro YT kanali. Xo'p, bugungi obnovleniyamiz Grand Mobile'da yangi o'zgarishlar. Mana ID'miz o'zgaribdi. Bu oldingi loginlar o'rniga endi ID beradigan bo'lishdi va bu yerda ajoyib ko'rinishda qilib qo'yishibdi. Xo'p, o'yinning ichidagi o'zgarishlarni ham ko'rib chiqamiz. O'yin ichkarisiga kiramiz. Mana bu yerda hamma narsani o'zgartirishibdi. Fraksiya bilan kvartirani joyini alishtirishibdi. Bir qaraganda bu narsa bilindi. Xo'p, domdan kirib olamiz o'yinga. O'yin ichidagi yangilanishlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, sizlarga video oxirida yana bitta yangiligim bor. Bu yangilanishdan tashqari. Xo'p, mana deyarli o'yinning ichi o'zgarmagan. Ammo nastroykaga kirib bir qaraydigan bo'lsak, bu yerda P o'rniga S belgisini qo'yishibdi. Va bu yerda nastroyka juda ham ajoyib va chiroyli ko'rinishda dizayn bilan o'zgartirilganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda hamma narsa o'zgacha qilib qo'yishibdi. Xo'p, yangi obnovleniya bo'yicha keladigan bo'lsak, vertolyot qo'shilishibdi deb Grand'ni TikTok kanalida eshitib qoldim. 27.02 deyishgan edi, ammo ba'zi bir sabablarga qaraganda kechiktirildi. Lekin chiqish ehtimoli kutilmoqda. Bunda biz vertolyotni craft qilishimizga to'g'ri keladi, ya'ni yasaymiz. Mana shu elementlar orqali 80 ta almas, 120 ta железо, 30 ta rubin, 25 ta izumrud va 1000 ta nitko va chertaj sozdания. Bitta. Men bu materiallarni terib boshladim. 30 ta almas bo'ldi, qolgan hammasi to'liq. Almasni ham asta-asta yig'ishni boshlayapman. Almasni qanday topadi deganlar uchun yana bitta fakt keltirib o'taman. Almasni qayerdan topadi? Birinchi o'rinda qayerdan qidiramiz almasni? Xo'p, chiqib olamiz, kartaga kiramiz. Almasni qayerda ishlab oladi? Xo'p, mana bu yerdan. Bu yerda bateriya bo'ldi. Mana bu yerdan va arzamasida mana bu yerdan. Bu yerdan qazib tekinga olishinglar mumkin. Yokida pastamatdan ham sotosinglar bo'ladi. Hozir donasi 700 ga, 800 ga bo'lib yotibdi, qimmatlashgan. Agar vertolyot aniq qo'shilib qolsa, u narx yana ham ko'tariladi va qimmatroqqa sotib olishinglar mumkin. Xo'p, almasni qazish uchun kirka kerak bo'ladi. Kirkani esa mana bu yerda men sotuvga qo'yganman. 3 million so'm zolotoy kirka. Bu zolotoy kirka orqali tushish mumkin almas, yoki bu yerda o'zini alohida almas tushiradigan kirkasi almas kirka deb yozamiz. Mashina ishiga A bilan yozsak o'sha chiqib keladi. Mana almas kirka, bu sal qimmatroq, lekin zolotoy kirka bilan almas kirkani farqi bu bittagina tushish shansida. Zolotoy kirkada 15%, almas kirkada esa 25% bo'ladi. Xo'p, bizga craftda kelayotgan vertolyotning ko'rinishiga kelsak, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. U vertolyotni goskasiga keladigan bo'lsak, goskasi hozirgi taxminlarga qaraganda 9 million yokida 9 million yokida 100 millionga yaqinlashishi mumkin ekan. Bu albatta hozircha taxmin. 9 million yokida 100 million bo'lishi mumkin. Bu hozirchalikdagi taxmin. Ya'ni ham bilmadim, bu hozir ustidagi ma'lumotlarga, Instagramdagi ma'lumotlarga aniqlangan holda aytilmoqda. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'ying. Sizlarga yangilik ulashganimdan xursandman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. 50 ta bo'lishimiz kerak obunachilarimiz soni. Hozircha qariyatida 50 ta bo'lganimizdan so'ng promo efirlar qilishni boshlaymiz. Videoga har doim podpishkalar, like, komment va obuna bo'lib ketishni unutmanglar do'stlar. Hammaga omad.